telefon hozir bu kirlarni unaqa ko'rsatib bera olmayapti, lekin mana yaqindan olsa ko'rish mumkin. Juda ham kirlari ko'p, ayanchli holatda ko'rishlar mumkin. Ustlari musur bo'lyapti, iplami juda ham ko'p narsalar to'kilganmi, ayanchli holatda. Yengidek qilib yuvib, buni tuklarni ham idealni ko'tarib beramiz. Mana bunday qilsa ko'tarilyapti tuklar. Bunday qilsa ko'tarilyapti. Hozir zo'r holatda keladi. Mana bu suv naporni qaranglar, juda ham kuchli. Ko'piklarni ham yaxshi ketkazadi. Undan tashqari orasidagi kirlarni, o'sha tuklarning orasiga suvlarni yetkazib berish uchun bizga kuchli napordagi suv kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Har bitta joyga bittalab suv sepib chiqiladi. Mana hozir rotorda yuvish jarayonini boshladik. Rotor juda ham yaxshi yuvuvchi vosita hisoblanadi. Ularning orasiga har bitta kirlarni olib chiqadi mana shu. Rotorni hozircha chap tarafdan 10 tarafga qarab aylanyapti. Keyingi etapda 10 tarafdan chap tarafga qarab aylantiramiz. Chunki har bitta orasiga kirlar chiqib ketish kerak. Endi 10 tarafdan chap tarafga aylanyapti. Ya'ni o'sha tuklarni to'g'irlash uchun va tuklarning orasidagi kirlar, har xil musorlarni chiqarish uchun ikki xil yo'nalishda aylantiramiz va bu tozalik effektini juda ham oshirib beradi.